Umr mana shunaqa ekanda. Ota-onalar bolam chaqam deb yemek yedirib, kiymek kiydirib, ichmay ichirib, katta qilar ekan, o'qitar ekan. Solay uylab joylaydi ekan, hammasini chiqarib, uy-joy qilib, endi rohat-parohat ko'raman deganda umri tugab qolib o'tib ketar ekan. Ota-onalar bola chaqasiz yasha olmaydi ekan. Farzand og'ini ko'tara olmaydi ekan. Lekin biz farzandlar nima qilamiz? Bir kun yig'laymiz, bir hafta yig'laymiz, bir oy yig'laymiz. Yana boboyakda yuraveramiz. Hech bola bo'lmaganday. Biz bolalar yashayveramiz ekan. Oyda bir zo'rga kelib, mush qabristonlarni ziyorat qilamiz. Bizdan ko'ra mana shuni turgan o'tlarni hisobi ko'p deyapti. O'tlar, gullar. Ular har kuni kechgacha salovat aytishadi qabr egalariga. Biz oyda bir kelamiz. O'shaning uchun ota-onani borida qadriga yetinglar. O'lgandan keyin voy dod qilib boshqa qilib yig'lashning foydasi yo'q. Tirik bo'lsangiz mashina berardim, o'qib berardim, aylantirardim degan gap so'zning foydasi yo'q. O'tgandan keyin 10 ta qo'y so'yib, 20 ta qo'y so'yib, ehson tarqatsangiz ham bitta ham foydasi tegmaydi ota-onaga. Undan tirikligida yarim kilo go'shak kelib qo'g'irib, ota-onangizga o'z qo'llaringizni yedirganingiz yetmaydi ekan. Afsuski bu davrlar armon bo'ldi endi. Yaqindagina ikkinchi nevarasini bag'riga bosadi. Ikkinchi nevarasi bobo deb aytadi. Pastda mana 6 yil o'tib ketganiga 6 ta nevarasi, 4 ta nevarasi bobosini ko'rmay o'tib ketdi. O'ganda bobo deb quchoqlab yurishardi. Biz yoshligimizda dada deb yaxshi ko'ramiz deb quchoqlab yuraveramiz ekan, katta bo'lganimizdan keyin uyalibmi, boshqa qilibmi, bag'rimizga bosa olmay yaxshi ko'rishimizni ota-onamizga ayta olmay yuraveramiz ekan. Lekin o'zi aytib qolish kerak ekan. Bo'lmasa mana qilib armon qilib qabring ustida yig'lab o'tiramiz. Shunaqa. Hammalaring ota-onalaring tirikligida qadriga yetinglar, birodarlar. Bo'lmasa kech bo'ladi. Bizga o'xshab yig'lab o'tiramiz.